tadbirda 140 ta xalqaro spikerlar tashrif buyurishgan va tadbirni tantanali ravishda o'tkazilishda o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Ushbu tadbirda ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekistonning energetika sohasida erishgan yutuqlari, investitsiya jozibadorligi hamda kelgusidagi imkoniyatlari bilan batafsil tanishtirish hamda bu kabi loyihalarning sonini O'zbekistonda oshirish, xalqaro kompaniyalarning, xalqaro moliya institutlarining O'zbekistonga sarmoyasini kiritilishini jadallashtirish hamda hajmini oshirishdan iborat. Bugungi kunda yirik kompaniyalarning amalga oshirilgan loyihalari ham namoyish qilinmoqda hamda kompaniya rahbarlari ushbu loyihalarni amalga oshirilishda qanday qiyinchiliklarga duch kelgani, qanday yengib o'tgani, davlat tomonidan qanday kuchli qo'llab-quvvatlangani hamda ushbu mamlakatga investitsiya kiritilishi o'zini oqlaydigan hamda yaxshi natija beradigan sharoitda ekanligini namoyon qilmoqdalar. O'zbekistonda 17 dan ortiq umumiy hisobda 5600 megavat quyosh va shamol stansiyalari ishga tushirildi. O'tgan yilning o'zida qariyb 10 milliard kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqardi. Joriy yilda ushbu elektr energiya ulushini 15 milliard kilovatt soatga yetkazishni reja qilganmiz. 15 milliard kilovatt soat elektr energiyasi avvallari an'anaviy stansiyalardan ishlab chiqarilar edi. Ushbu stansiyalarda ishlab chiqarish uchun qariyb 4 milliard kub tabiiy gaz yoqish zarur bo'lardi. Ushbu 4 milliard kub gaz atmosferaga ziyon yetkazadi. 4 milliard kub tabiiy gazni qo'shilgan qiymat yo'nalishiga yo'naltirish, kimyo, neft sohalariga yo'naltirish va eksportbop mahsulotlarni oshirish O'zbekiston iqtisodiyotiga juda katta hissa qo'shadi.